tartiblik va bu tartib tasodifan paydo bo'lmaydi. Har doim bizdan oldin ish boshlaydigan, zokin yo'laklarda mehr va mas'uliyat bilan mehnat qiladigan insonlar bor. Ular ko'rinmas bo'lishi mumkindir, ammo markazimiz hayotida beqiyos ahamiyatga egadir. Ular Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazining xo'jalik ishlarini yurituvchi xodimlardir. Ularning sidq-dildan qilayotgan mehnati tufayli auditoriyalarimiz ozoda, yo'laklarimiz tartibli, ish muhitimiz esa fayzli va qulay. Ammo ba'zan ko'ngilni xira qiladigan holatlar ham uchrab turibdi. Ayrim tinglovchilar o'quv xonalarida saqich, keraksiz buyumlar yoki axlatlarni qoldirib ketishadi. Bu esa ozoda muhit yaratish uchun har kuni mehnat qilayotgan insonlar uchun ortiqcha qiyinchilik tug'diradi. Unutmaylik, tozalik bu faqat xo'jalik xodimlarining vazifasi emas, balki barchamizning insoniy va madaniy mas'uliyatimizdir. Birgina e'tiborsizlik, birgina tashlab ketilgan axlat kimningdir halol mehnatiga bepisandlik bo'lishi mumkin. Shu bois, hurmatli tinglovchilar va jamoamiz a'zolari, keling, bunday xunuk holatlarning oldini olaylik. O'quv xonalarimizni ozoda saqlaylik, mulkka ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'laylik. Eng asosiysi, markazimizda tozalik va tartibni ta'minlab kelayotgan xo'jalik ishlarini yurituvchi xodimlar mehnatini qadrlaylik. Ularning zahmatli mehnati biz uchun qulay muhit demakdir. Qadrli xo'jalik ishlarini yurituvchi xodimlarimiz, mehnatingiz uchun rahmat. Siz bor ekansiz, markazimiz yanada ozoda, yanada fayzli.